Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib boruvchi kuzatuvchilar, agrotexnika ishqibozlari, chorvador akalarimiz. O't maydalash drabilkalari sezon bo'lgani munosabati bilan yangi partiyamiz yetib keldi. 4 xil modelimizni sizlarga tavsiya qilamiz. Xitoy zavodskoy drabilkalari obzorini qilib beramiz. Ko'rib turganlaring, chista Xitoy, samodelniy emas, Xitoydan keladi. Ko'rib turganlaringdek. Oddiy tokda ishlaydi, ya'ni uy sharoitida 220 tokda ishlash uchun mo'ljallangan drabilkalarimiz kelgan. Qo'l quruq tanlamaydi, faqat o't maydalaydi. Ko'rib turgan drabilkalaring, birma-bir tushuntirib beramiz. Dom maydalamaydi, dom maydalaydiganlari keyingi videoda alohida qilamiz. Bu faqat o't maydalash uchun bo'ladigan drabilkalarimiz hisoblanadi. Xo'p, 4 xil modeli bor. Ko'rib turganlaringdek, zavodskoy drabilkalarimiz eng arzonidan eng qimmatigacha sizlarga obzor qilib beramiz. Xo'p, birinchida ko'rib turganlaring narxini aytib o'tib ketamiz. 2 million so'm. Ko'pchilik mana bunaqa drabilkalarni ko'rar ekanda internetda bir xil narsa deb o'ylar ekan. Yo'q akalar, ko'rinishi bir xil bo'lgani bilan motor quvvatida, pichog'ida hammasi har xil narsa bular. Qayerdan, qanaqa drabilka olishingizdan qat'iy nazar yaxshilab qarab olinglar. Hozir o'sha sirlarini ham, qaysi biri yaxshi, qaysi biri yomon, hamma joyini sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Birinchida ko'rib turgan drabilkalaring 220 tokda ishlaydi. Bu ham o't maydalash uchun mo'ljallangan drabilka. O't kiradigan joylarini ham ko'rib turibsizlar, anchagina katta. Bu 30 santimetrli deymiz har doim videolarda. Bu shu 30 santimetrligidan. Nimasi 30 santimetr? Mana qopqog'ini ochsangiz mana. Bir qarich. Bu eni 30 santimetr. Mana bu 25 mana bu. Mana bu 30 ligi, mana bir qarich olasiz, ortib qoladi. Katta qopqog'i mana. Xo'p. 30 santimetrlik motoriga kelamiz. Motori 2 kW tok tortadi. Ixcham motordan qo'yilgan, 220 da ishlaydi, 2 kW tok tortadi. Bezopasniyligi remen bilan ishlaydi. Skoroslari bor. 2 cm, 4 cm qilib maydalaydi. Pichoqlarga bitta ahamiyat berasizlar. 6 ta pichoqlik. O'zini shinaklari ham bor, ichkariga tortib oladi. Bu prostoy pichoq hisoblanadi. Bu drabilkamizning narxi 2 million so'm. Bundan keyingi drabilkamiz motori buniki 5,5 kW motordan qo'yilgan. Bunga qaraganda anchagina katta. Qo'shimchasiga ustida datchigi ham bor, ya'ni naprejeniyaini ham ko'rsatib turadi. Bunda bunday funksiya yo'q. Buni endi pichoqlari 4 ta, kimgadir 6 ta pichoqli yoqadi, kimgadir 4 ta pichoqli yoqadi. 4 ta pichoqligi nisbatan 5 cm kichkina bo'ladi. Bunkeri ko'rib turibsizlar. Bunda ham o'sha skoroslari bor. 2 cm, 4 cm qilib maydalaydi. Mana bu o'sha original pichoq hisoblanadi. Materialiga ahamiyat beringlar. Qayerdan, qanaqa 6 talik olasizmi, 4 talik olasizmi, pichog'ini materialiga ahamiyat beringlar. Mana bu pichoqlar original pichoq, oq pichoq bo'lgani hisobiga kalyonni materialdan qo'yilgan. Uncha-munchaga o'tmasam bo'lmaydi, sinib ham ketmaydi. Mana bunaqa pichoqlardan jalb asal ko'proq tushyapti. Sababi sug'orilmagan material, metali anchagina yupqa bo'ladi. Shuning uchun narxi arzonroq. Qayerdan olsangiz ham mana bunaqangi oq pichoqligini oling. Sababi umri uzoqroq bo'ladi. Ancha yil sizga muddat xizmat qilib beradi. Xo'p, 4 ta pichoqligimizning narxi 2 million 400 ming so'm qilib beramiz bu drabilkamizni. Motori kattaligi hisobiga agarda bunga ham mana bunaqangi kichkina motor qo'ysak, narxi pasayadi. Motori katta kichikligini boisi tok past bo'lsa ham katta motorlar yaxshi ishlaydi. Ko'pchilik tushunmas ekan. Misol 5 kW drabilka desa, "Yo'q, tokim past, men kichikroqni olaman" deyishyapti. Naborot bo'ladi. Motor qancha katta bo'lsa, shuncha zo'r ishlaydi, tok pasaysa ham. Bular 180-170 tokda ham bemalol ishlab beradi motorlari. Narxi 4 ta pichoqligimizning narxini 2 million 400 ming so'm qilib beramiz. Bu 30 cm bo'lmaydi, aytganimda 25 cm bo'ladi. Endi oq pichoqda originali kerak menga 6 ta bo'lsin deganlarga mana bu 30 cm o'sha katta legenda drabilkamizdan eni 30 cm pichoqlariga bitta ahamiyat berasizlar. Kalyonni pichoqlardan qo'yilgan oq materialdan ishlangan. Aytganimdek, bu pichoq bilan mana bu pichoqning farqini ko'rib olinglar mana. Original pichoq kalyonni materialdan qo'yilgan. Buni motori endi 3 kW motordan qo'yilgan. Ustida datchigi bor. Bu ham tokni ko'rsatib turadi. Original motorlardan qo'yilgan yangi motor.
Kimga qiziq bo'lsa, 6 pichoqligimizni 3 kilovatli original motor bilan narxini 2 million 500 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, xohlaganlarga to'kim zo'r, menda sharoit zo'r, ob'yomga ishlayman, ko'proq chiqarishim kerak deysa, 5,5 motorligimiz ham bor mana. 5,5 kilovatli. Bu 5,5 kilovatli motor ko'proq lentali drabilkalar, bilasizlar, katta drabilkalarga qo'yiladigan motor. O'shani motordan qo'yganmiz. Bu ham o'sha original pichoqdan qo'yilgan. Bizda prostoy pichoq bo'lmaydi, hammasi original oq pichoqdan foydalanilgan. Narxi kimga qiziq bo'lsa, 5,5 kilovatligini narxini 2 million 600 ming so'm qilib beramiz. Bu ko'rib turganlaring eng oxirgi taqalgan narxlari. Boshqa joylar bilan bemalol solishtirib ko'raveringlar. Yana qaytarib o'taman, qayerdan qanaqa drabilka olsalaring ham motor mana bu kuzovi, misol uchun maqtaydigan joylar qovurg'ali, silliq, qizig'i yo'q. Bu kuzov detalga kirmaydi, hech narsa vazifa bajarmaydi. Eng asosiy vazifani mana bu pichoq bilan tayda turgan mana bu motor bajaradi. Shuning uchun motoriga, pichog'iga qarab olinglar. Yana qaytarib o'taman. Original oq pichoq hamma joyda o'zini oqlaydi. Mana bunday prostoy pichoqli drabilkalarga hushyor bo'linglar, sababi uzoqqa bormaydi bu material. Xohlaganlarga arzonchi varianti, xohlaganlarga original variantni olib kelib qo'yganmiz. Narxi 2 million so'm, 2 million 400 ming so'm, 2 million 500 ming so'm, bunisi 2 million 600 ming so'm. To'lov turlarimiz faqat naqd bo'lib to'lash kredit variantlari afsuski bizda mavjud emas akalar. Dastavkamiz Toshkent shahar ichida bepul. Kimda kim viloyatdan olmoqchi bo'lsa, viloyatda Isuzu stoyankalariga olib chiqib beramiz. Xohlaganlarga, agar yengil mashinada keladiganlarga, Cobalt Gentralarga karovka holatda ham sig'adi. Karovkada olganlar faqat oyog'ini qotirib olsalaring bo'ldi. Manzilimiz tushuntiraman. Manzilimiz Toshkentda, bu tomoni Ipodrom Abu Sahiy bozoridan kelish, O'rikzorga ketishda avtobuslar kanichkasini orqa tomonidagi mana shunday agrotexnika do'koni. Eng qiziqlari hali oldinda, ichkarida turli xil drabilkalarimiz bor. Kimga dom maydalashga, shunga o'xshash drabilkalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaringlar. Eng optim joy akalar. Narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham har tomonlama raqobat qilamiz. Birovdan olib sotilmaydi. Skladimiz ham, do'konimiz ham mana shu yerda. Optimga ham, donaga ham ishlaymiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Salomat bo'lasizlar.